Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlarga ko'rsatadigan kameramiz, obzorimiz xudo xolsa Ocam Pro'dan Solar Power Security kamerasi. Buni funksiyalarına kiradi. Gechta signal olib beradi, sim karta podishka etadi, Wi-Fi ham bo'lsa bo'ladi. Agar internet bor joyda internet yo'q joyda sim karta. Тревога система bor, двухвойталк, ya'ni bu двухсторонний связь podishka etadi. Odam движениясini natsam bo'ladi. Ajratadi mashina, odam отдельный PTZ bor, управляемый, ya'ni aylanadi. Motion detection, datchik движенияsi bor. Multi sharing, ya'ni odamlarni ko'p odamni bir vaqt o'zida olib beradi. Close storage, bulut yozadigan narsani fleshkasiz ham o'zi bulutga yozib turadi. U nima deydi? Ultra HD grafikda yozib beradi. Buni ichidan avval kiradi, hozir ko'rib o'tamiz, xudo xolsa. İçinden avval giradi buni. Buni ichine giradi. Panelimiz original bo'ladi bu. O'zining paneli original. Tak. Shunday bo'ladi bu. Ustimini ya shishaga o'xshagan narsa bo'ladi. Suv girsan ichga oladi, quyoshda tursan ichga oladi, hamma narsaga javob beradi. Bu kamera IP67, minimum IP67 sertifikatiga ega. Ya'ni suv, chang, qor minus 45 gradusdan plus 75 gradusga podishka etadi. Ya'ni ishlaydi. Yana nima keladi? Держательlari o'zini shunday kichkina brashurasi bor. Ya'ni bu qo'llanmasi desak ham bo'ladi bunda. Nisha uстановка etiladi, nerlara qo'yiladi, hammasi yozilgan. Keyin mana mozimizni o'zi. Bu mazushkamiz, ishining quloqlari bor. Bunda pastda 12 zoom deydi uni. Zoom ham bor bu kamerani, projektorlari bor. Color View, ya'ni sizlar tushunishlaringiz bo'yicha gechdan svetnoy olib beradi. Color View tizimi ishlaydi. Tak, 2 glazok pastda, 1 glazok tepada. Bu 3 glazokli kamerada aytiladi bu. Buni uglovoy joylarga qo'ysangiz ham bo'ladi. Masalan, birisini o'yin oldiga qaratib, birisini pojarniy xotiga qaratibmi, yo ko'chaga qaratib qo'ysangiz bo'ladi. Ikki kamera rasxod etmisizlar, bir kamerani, bir pitaniyani o'zida, bir sim kartani o'zida ikki joyda ko'rib o'tirsangiz bo'ladi. Ya'ni ikki joyni ko'rib o'tirsangiz bo'ladi. Shu kamera qo'shimcha kameramiz va albatta bu samarezlardan ham berilgan o'rtoqlar. Ahamiyat berasizlar. Mening kamdan-kam bo'ladi. Bu kameramiz umuman sharoitga ega bo'lmagan uchastkalar, ya'ni nov bo'ladi bu yerda. Svet yo'q, tok yo'q, internet yo'q joylarda bemalol o'zini quyosh paneli bilan fleshkasi как его? Novsi bormi meni? Yo'q, batareyasi bilan bemalol olib beradi. Sim karta qo'ysa bo'lar edi bu. Sim karta qo'yib ishlatsa bo'ladi. Hech qanday sharoit yo'q joylarda to'g'ri keladi bu. Keyinchalik nima bo'ladi? O'zgartiramiz desangizlar ham mana shuni Type-C zaryadchikda ishlaydi bu. Panelni olib tashlab tokda ishlataman desangizlar, Type-C zaryadchikda bemalol qo'ysa bo'ladi buni. Shunday xususiyatlari ega. Kimga shunday dalaga, atiza, baliq ko'l kelgan bir tog'ay deymizmi, nima deymiz, chetroq joylarga qo'yiladigan bo'lsa, bemalol ko'chmanchi kamerani tavsiya etamiz. Bu kameramizdan ichida bor. Xohlagan tursa sizlarga nima desam bo'ladi. Alıştırıp beramiz yoki ustanovka etib berib bilamiz. Murojaat uchun telefon nomerlarimizni qoldiramiz. Bemalol murojaat etaverasizlar. 24 sviyazdamiz. Ish vaqtlari 9 dan 7 gacha. 7 va 9 dan keyin bemalol Telegramda murojaat etsangiz bo'ladi. Qo'ldan kelgancha javob beramiz. Hammaga rahmat.